birinchi asr qurildi ko'plab asr. O'sha qasr ichida go'zal qizchalar asr. O'zgarib ketdi zamon, o'zgarib ketdi yomon. Yevropani odati hukm surmoqda hamon. Qaysi qizga qarama, Yevropani odati. Yaxshilab qarasang agar ko'rinadi qomati. Har doimgidek yana kalta kulta ishtonlar. Agar surishtirib ko'rsang tarixda ko'p xatolar. Agar imkon bo'lganda bu trekni yozmasdim, qo'limga qalam olib soatlab o'tirmasdim, lekin imkon yo'q ekan. Bu qizchalar zo'r ekan, Yevropani odati bular uchun zo'r ekan. Yevropeyskiy qizlarga axir senlarni maqtaymiz, o'zga dinda bo'lsa ham biz o'xshashini istaymiz. Yevropacha bo'laman deb ko'p harakat qilishma, axir musulmonsan, buni hech ham unutma. Bu hayot vaqtinchaligini qachon tushunib yetasan? Kachestvasi zo'r degan yukini qachon yechasan? Bo'ldi endi qizlar, bu ishlarni qo'yinglar, boshqa ro'molda o'rab esli qizcha bo'linglar. Zamon o'zgaryapti degani mana shundan dalolat. Har kuni asab buzish, yurakda yo'q halovat. O'zgardi mana hammasi, o'zgardi mana barchasi. Yevropacha bo'lib ketdi, qomat bo'ladi mazasi. Agar mazing tugasa, kimga kerak bo'lasan? O'zlaringga kelmasang, qari qiz bo'lib qolasan. Yevropacha bo'lishma, hali imkonlaring bor. Yevropani odat qilgan bo'lib ketdi-yu mana hot. Yevropani odat qilgan bo'lib ketdi-yu mana hot. Yana qancha gapirish kerak sendan qizchalarga? Hammen o'zgarib ketding, uchding osmonlarga. Yevropani odat qilgan sen qizchalar bilishvor. Hali imkon borida tez ortingga qaytishvor. Yevropaga borib olib nima ish qilib yuribsan? Arzimagan pulni deb nomusingdan kechibsan. Yana qaytarib aytaman, Yevropacha bo'lishma, o'zing tushgan tuzoqqa qolganlarni tortishma. Qancha raperlarga achinib rap aytishdi, achinganni tushunmading, og'zi kuchga o'tishdi. Yaxshi gapni tushunmading, shirin gapni tushunmading, ota-onani qadrini sen tvarab bilishmading. Necha marta aytish kerak o'zlaringga kelishim, muslima qizga o'xshab boshqa ro'mol o'rashga. Yevropacha odating do'zaxda yordam bermaydi, hatto tuqqan onang ham yordam qo'lini cho'zmaydi. Juda hayron qolaman sendan qizchalarga, milliy kiyimlar qolib Yevropacha bo'lganga. Kalta kulta kiyimlaring senga yordam bermaydi. Yevropacha bo'lganlar ibo hayotni bilmaydi. Nasihat bilan gapirsen o'zini olganiga o'laymi? Yevropacha bo'lib ketyapti, nima qarab turaymi? Gapirsen gapiradi, biz o'zimiz bilamiz. Aqlli seni biz xotinsiz qolamiz. Yevropacha bo'lsang senga kim uylanadi? Seni bu ahvolingga boylar baho beradi. Da to'g'ri tushunaman, senlarda ham nafs bor, nafs tutish kerak deb o'zingni qilmang xor. 21-asr qurildi ko'plab qasr. Yevropani odati odat bo'ldi ming asr. Yo'q endi o'zgaradi kalta kulta kiyimlaring, senlarga yarashadi uzunishdan lozimlaring. Alvastani kiyimini yetsang odam bo'lasan, milliy kiyim kiyib ko'r, chiroyli qiz bo'lasan. Yuzda soxta chiroy bilan ayt kimga yoqasan. Yevropani odat qilmaganday bahor bo'lasan. Yevropani odat qilmaganday bahor bo'lasan.